Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramını görürsünüzlər. Programımız xoş gəldinizlər. Məzkur proqramımızda məşu bir həftə jarayonida radiomuzda anlatılğan Uyğurlarga dair bir qism mühim xəbərlərini əslitib ötməkçimiz. Mən Erkin. Mən Gülçehrə. Tövəndə diqqətinizlər xəbərlərimizin təfsilatları bolsun. Müşəbdə Qarqaş nahiyəsidəki lagerlarning ahvoli xotirlangan zo'r hajmlik bir ishki material oshkor bo'lib, Xitoy hukumatining lagerlar haqidagi bir qator yolg'onlari yana bir qatim yer bilan yakson bo'ldi. Amerika Davlat Majlisi shu munosabat bilan maxsus axborot e'lon qilish yig'ini ichib, bu arxivlarning ahvoli haqida aloqador mutaxassislarning og'zidan tafsiliy ma'lumot berdi. Qarqash hujjatlari oshkor bo'lgandan keyin dunyodagi har qaysi axborot vositalari bas-basda bu vaqtda xabar berdi hamda har soha kishilari orasida zo'r g'ulg'uliq paydo qildi. Uyg'ur diyorida tojisimon virusdan yuqumlanuvchilarning soni ko'payayotganda, bu virusning allaqachon Uyg'urlarga yuqishga boshlaganligi hamda bir qism bemorlarning doktorxonada ekanligi ma'lum bo'ldi. Ana shundaq Uyg'urlardan biri G'ulji noyasidagi pensiyaga chiqqan o'qituvchi 78 yoshlik Faxriddin aka bo'lib, uning bir qism farzandlari bu yuqum sababidan karantin qilinmoqda ekan. Tojisimon virusning oldini olish tadbirlarining biri bo'lgan uylarni va mahallalarni qamal qilish, navbatda uylarda qamalib qolgan millionlagan Uyg'urni ochliq va boshqa mushkulotlarga giribdor qilmoqda ekan. BDT'nin Janva şəhərdə içilgan 12-ci növbətli kişilik hüquq və demokratiya yığınında hər qaysı dövlətlərdəki kişilik hüququnun ayaq astı buluş əhvali muhakimə qılındı. Şu qatarda Uyğur məsələsiga alayda orun verildi. Yığınğa qatnaşqan Uyğur vəkillərindən Amerikadakı advokat Nuri Türkel və Cəvhər İlham Uyğur cəmiyyəti növbətdə duş kelayotgan siyasi, ictimai və mədəniyyət cəhətlərdəki zulmlarını qısqa və düşünüşlü qilib təsvirləb berdi. Müşəbdə Dünya Uyğur Qurultayı başçılığındakı bir Uyğur fəaliyyətçilər ömüki 30 neçə dövlətin Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatındakı elçiləri bilan uçuruşub, tojisimon virusunun lagerlarga taqilishidagi xatarlar hamda aloqador masalalar bo'yicha ma'lumot bergan. Texi yaqindala Amerikadagi bir qism Uyg'ur fəaliyyətçilərinin vətəndəki urug' tuqqanlarını video orqali chet eldagi urug' tuqqanlarını ayblashga majburlagan Xitoy hukumatı әмділікте Түркиядегі Uyghur muhacirlarga təhdid selishga başlagan. Yaqında Xitoyning konsulxona xodimlari İstanbuldagi Uyg'urlardan Ömer Hamdul va Javlan Shirmamatning lagerga qamalgan tuqqanlari haqida guvohlik berganligini bahona qilib, ularning urug' tuqqanlarining sizlar bilan bo'lgan aloqasini uzdi deb xabar qilgan. Analizchilar bu haqda fikr bayon qilib, bu Xitoy hukumatining muhajiratdagi Uyg'urlarni qo'rqitish hilisi, allaqachon Uyg'urlarni dushman deb qarayotgan Xitoy hukumati uchun amaliyotda Uyg'urlarning guvohlik berish yoki bermasligi hech qanday Uyg'urni Xitoyga do'st qilolmaydi dedi. Xitoy hukumati o'xshamagan xalqaro so'rinlarda Uyg'urlarni qarlab, o'zlarining terrorlikqa va asabiylikka qarshi turayotganligini davron qilayotganda, muhojiratga Uyg'urlar ularning saxtipazligini ko'plab fosh qilmoqda. 12 fevral günü Ankara'daki bir qatimliq diplomatiya so'rinida Uyg'ur muhojirlaridan Mirkamil Qashqari Xitoyning Turkiyadagi bosh elchisiga o'zining lagerda o'lgan tuqqanlarining rasmini ko'rsatgan hamda uningdan javob so'ragan. Turkiyadagi Uyg'ur muhojirlaridan Rozi Nisa Muhammad To'xti o'z qarindoshlarini Qarqash hujjatlaridan ko'rgandan keyin bu haqda guvohlik berib, bu ahvolning qanchalik og'ir ekanligini yana bir qatim ta'kidladi. 10 yıldan buyon Arab Birleşme Xalifligida yaşayotgan Ahmedcan Talib 2018 yılının beshida Dubaydagi bir saqchixonaga rasmiyat o'tashga borganda qo'lga elingan. Oradan bir oy o'tgandan keyin izdiraksiz holda g'oyib bo'lgan. Ahmedcanning hozir Turkiyadagi ayoli Amanisa bu haqda ahvol tunishtirib, shu qitim Xitoy hukumatining Ahmedcanni jinoyatchi deb jakolaganligi hamda uning Xitoyga qaytarilganligini so'zlab berdi. Ahmedcanni Xitoyga qaytarishni talab qilgan Xitoy hukumati uning jinoyat haqida hech qanday isbot ko'rsatmagan. Yana kelib, Dubay sotining Ahmedcanni qo'yib etish haqidagi hukmi bo'lsa-mu, saqchilar yana uni Xitoyga qaytarib etgan ekan. Hörmətli televizor görgüçülər, yuqorida Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramını gördünüz. Kelər həftə görüşəylik. Xeyr xoş. Xeyr xoş.